Endilikda ushbu harbiy akademik litseyga qizlar ham topshirishlari mumkin. Agar sizga ma'lumot qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu akademik litsey Milliy gvardiya harbiy musiqa akademik litseydir. Ushbu litsey bitiruvchilariga qanday imtiyozlar beriladi? Birinchisi, harbiy oliygohlarga 30%, davlat oliygohlariga 15% lgota. Ikkinchisi, ushbu litsey viloyatdan kelganlar uchun, ya'ni yotoq rejimi bilan ta'minlangan. Undan tashqari 4 mahal ovqat, kiyim-bosh hammasi davlat tomonidan ta'minlangan. Qabul jarayonlari 4-sinf bitiruvchi o'g'il va qizlar uchun belgilangan. Ya'ni ular butun respublika bo'yicha topshirishlari mumkin. Qabul jarayonlari 1-iyundan 20-iyungacha Toshkent shahar Chilonzor tumanida joylashgan Milliy gvardiya harbiy musiqa akademik litseyiga kelib topshirishlari mumkin. Imtihon jarayonlari nimalardan iborat? Birinchisi ravon o'qish, ikkinchisi musiqa, uchinchisi ona tili, to'rtinchisi matematika fanlaridan test shaklida amalga oshiriladi. Agar sizga harbiy maktablar, litseylar va harbiy oliygohlar haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamizni kuzatib boring.